Bugungi kunda ekologik muammolar butun dunyo uchun dolzarb masalaga aylangan. Atrof muhitning ifloslanishi, tabiat resurslarining kamayishi hamda ekologik madaniyatning yetarli darajada shakllanmagani bizdan bu boradagi tarbiyani aynan bolalikdan boshlashni talab etmoqda. Shu sababli loyiha maktabgacha yoshdagi bolalarda tabiatga mehr, ekologik ong va mas'uliyat hissini shakllantirishga qaratilgan. Yashil qadamlar loyihasining asosiy maqsadi bolalarni o'yin orqali ekologik tarbiyalash, ularda tabiatni asrash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda kundalik hayotda ekologik odatlarni shakllantirishdan iborat. Loyiha davomida o'yinga asoslangan innovatsion pedagogik texnologiyalar qo'llaniladi. Jumladan, didaktik va rolli o'yinlar, interaktiv metodlar, kuzatish va amaliy tajribalar orqali bolalar tabiat bilan bevosita muloqot qiladi. Chiqindilarni ajratamiz, kichik bog'bonlar, tabiat do'sti, bir nihol bir hayot kabi mashg'ulotlar bolalarning qiziqishi va faolligini oshiradi. Shuningdek, loyiha doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotida ekologik rivojlantiruvchi muhit yaratiladi. Guruhlarda yashil burchak tashkil etilib, bolalar gullar va ko'chatlarni parvarish qilishni o'rganadilar. Qayta ishlanadigan materiallardan ijodiy buyumlar, eko-art loyihalarini tayyorlash va joriy etish, ularda ekologik tafakkur va kreativlikni rivojlantiradi. Loyihada barcha bolalarning yosh va individual xususiyatlari inobatga olinadi. Inklyuziv yondashuv asosida har bir bolaning faol ishtiroki qo'llab-quvvatlanadi. Mashg'ulotda xavfsizlik, sanitariya-gigiyena qoidalariga alohida e'tibor qaratiladi hamda bolalar uchun psixologik jihatdan qulay muhit yaratiladi. Kutilayotgan natija sifatida bolalarda ekologik madaniyat, tabiatga ehtiyotkor munosabat, jamoada ishlash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish kompetensiyalari shakllanadi. Eng muhimi, bolalar o'zlarini tabiatning bir bo'lagi sifatida his qilishni o'rganadilar. Xulosa qilib aytganda, Yashil qadamlar loyihasi orqali biz kichik qalblarda katta tabiat muhabbatini uyg'otamiz va ekologik mas'uliyatli kelajak avlodni tarbiyalashga hissa qo'shamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.